Janubiy Koreya jamiyatida har bir ota-ona va o'smir intiladigan, ayni paytda hayajonga soladigan ham qo'rqitadigan 3 ta harf bor. Bu Sky. Bu osmon emas, balki mamlakatning eng nufuzli va eng yuqori reytingli 3 ta oliy ta'lim muassasasi nomlarining bosh harflaridan olingan qisqartmadir. Bular S. Seul Milliy universiteti, K. Koreya universiteti va Y. Yonsei universiteti. Mazkur uchala oliygoh ham xalqaro reytinglarda, xususan QS World University Rankings tizimida doimiy ravishda dunyoning eng kuchli 100 ta universiteti qatorida turadi. Bu oliygohlarga kirish poygasi juda shafqatsiz. Har yili Janubiy Koreyada o'tkaziladigan Suning, ya'ni kollejga kirish umummilliy imtihonida qatnashgan jami abituriyentlarning faqatgina 0,5% dan 2% gacha bo'lgan qismigina Sky universitetlariga o'qishga qabul qilinadi. Koreya Milliy statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ota-onalarning 70% dan ortig'i farzandlarini maktabdan tashqari xususiy o'quv markazlari, ya'ni hagvollarga beradi. Yuqori sinf o'quvchilari maktab va xususiy markazlarni qo'shib hisoblaganda kuniga 12 soatdan 16 soatgacha vaqtini faqat dars qilishga sarflaydi. Koreys jamiyatida agar 4 soat uxlasang Skyga kirasan, 5 soat uxlasang yiqilasan degan gap haqiqatga aylangan. Xo'sh, nima uchun bu 3 ta diplom uchun bunchalik katta qurbonlik qilinadi? Sababi Janubiy Koreya elitasining tarkibi bevosita shu oliygohlar bitiruvchilaridan iborat. Rasmiy statistikaga ko'ra, mamlakatdagi prokurorlar, sudyalar va yuqori lavozimdagi davlat amaldorlarining qariyb 50-60% yolg'iz Seul Milliy universiteti bitiruvchilaridir. Agar bunga qolgan 2 universitet qo'shilsa, ko'rsatkich 80% ga yetadi. Biznes sohasida ham vaziyat xuddi shunday. Koreyaning eng yirik 500 ta kompaniyasi, jumladan Samsung, Hyundai, LG va SK korporatsiyalari ijrochi direktorlarining deyarli yarmi aynan Sky universitetlarini tamomlagan. Cho'ntakda ushbu diplomning bo'lmasligi yuqori elitaga eshiklar yopiqligini anglatadi. Biroq bu shafqatsiz raqobat tizimi davlat uchun og'ir oqibatlarga ham olib kelmoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti hisobotlariga ko'ra, Janubiy Koreya yoshlari o'rtasida akademik bosim sababli dunyoda o'z joniga qasd qilish darajasi eng yuqori bo'lgan davlatlardan biridir. Bundan tashqari, farzandni Sky darajasigacha o'qitish va uning xususiy ta'limiga ketadigan ulkan moliyaviy xarajatlar mamlakatdagi tug'ilish koeffitsiyentining keskin pasayib ketishiga olib keldi. Bugun Janubiy Koreya har bir ayolga 0,72 bola ko'rsatkichi bilan dunyoda tug'ilish darajasi eng past mamlakatlardan biri hisoblanadi. Va buni olimlar aynan ta'lim tizimidagi bosim bilan bog'lashadi. Muvaffaqiyat kaliti va ayni paytda ijtimoiy inqiroz sababchisi bo'lgan Sky universitetlari Koreya iqtisodiy mo'jizasining ham yuragi, ham eng qorong'u nuqtasidir.